Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlarimiz. Mana mehmonxonamiz obzorini boshlaymiz. Resepsiyondan kirganda Go'yn abi kutib oladilar. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Bu yoqda o'ng qo'lda srochniy kelganlar kirib ketadigan qilib tualet yasab qo'yilgan. Resepsiyon kutadigan joylari bilan. Assalomu alaykum. Birinchi kelinni kutib oladiganimiz mana bizdan to'ti qushimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Mehmonxonamiz bungalovlardan tashkil topgan. Nima deding? Gapir. Bungalovlarning oldida chiqish joyida VIPlarida basseyn. Juda chiroyli yashil, chiroyli tabiat, quyosh. Basseyn. Katta basseynimiz. Chiroyli yotadigan lejaklari bilan. Daraxtlar, atrofimiz hamma joy tog'. Aylanasiga tog'. Basseyndan yurib pastga tushsak, mehmonxonada zavtrak beriladi faqat. Nonushta, kahvalti bor. Nonushtada shvedskiy stolda ovqatlar beriladi. Mana mehmonxonamizni oti Gizli Jannat Otel. Tarjimasini qarab ko'rganimizda berkitilgan, yashirib qo'yilgan panadagi jannat degan ma'noni bildirar ekan. Hop. Buzoqdan qarasak, chiroyli daraxtlar bilan dekoratsiyalar qilingan bungalovlar qator. Mana bar bor, bar. Assalomu alaykum. Bar. Hop, menyusi rasmini ham joylashtiramiz. Turadigan joylarimiz ham tokchada. Nonushtani shvedskiy stol bo'ladi mana shu tokchaning ustida ertalab. Bu mehmonxonamizni fishkalaridan, qiziq joylaridan bittasi suv. Anhor. Toza, tiniq buloq suvi oqadi. Sharsharalar bilan va nonushta, tushlik, kechki ovqat uchun joylar qilib qo'yilgan. Bu yerda osma ko'prik, orqa hovlisiga o'tiladi. Chiroyli tabiat ichida sayr qilsa bo'ladi, suvni ichiga kirib. Shunaqa chiroyli joy. Hojatxona. Toza, ozoda hojatxonalari. Sifatli. Pastdan chiqib kelgandan keyin basseyn o'ng qo'limizda, chap qo'lga qarab yursak, choy, nonushtada beriladigan, mangal qilsa bo'ladigan joylar, bolajonlar uchun
Детский площадka deydimi? Bolalar o'yingohi. Kichkina. Yana bu yoqlarda qator bungalovlar. O'ta sokin. O'ta sokin. Bizga eng yoqqani bitta yana yoqqan joylardan apelsin daraxtlari yerga tushib, chirib, egasini kutib yotibdi apelsinlar mana. Daraxti ham bor. Maskan, pishgan. Tepalarda. Qushlarning ovozi eshitilayotgan bo'lsa kerak. Hozir xonaga kiramiz. Xonasini ham obzorni qilib olamiz.